Ana hozir Yazavul uskunalarimiz daholasi egalar tomon ketmoqda. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tomoniga yetishib ketyapti. Ikkita qolipimiz bilan komplet holatda mana reskalar universal 10 dan tortib 20, 30, 60 rasmiga qarab kesib ketaveradi. Mishalkalarimiz 2 dona qolipimiz yetishib ketyapti. Akamiz suv bochkasi bor ekan. Suv bochkani narxini ayirib tashlab xolos hozir chiqarib olyapmiz. Mana yarim kubalik mishalkalar. 3 kilovolt motorlarimiz 220 ga moslayapmiz bularni. Moslab chiroyli qilib beryapmiz. Hamma yog'ini xudo xolasa kulchatir yo'q beryapmiz. Mana shunday holatda qilib xudo xolasa ishlar sifat hamma tomonlama juda yaxshi bo'lyapti. Bor turchalarimiz bitta qolipimizni 8 dona zajimimiz qisib turadi. Bir tomonda o'ziga 4 tadan qolipga 8 ta qo'yilyapti. Reskalarimiz ham xudo xolasa ko'rib turganingizdek sifatli tayyorlanyapti. O'ta ideal darajada. Sharkalarimiz ham balonlarni ham rolik g'ildiraklarni ham yaxshisidan qo'yib beryapmiz. Xudo xolasa mana dastavkamiz butun O'zbekiston bo'ylab bor. 16 ichki ushur 100% kuchlar o'rgatib beramiz. Narxi ikkita qolip komplet holatda 1500 dollardan boshlanadi. 7500 dollargacha joylariga qarab, adreslariga qarab dastavkasi kelishiladi. Ichkarida xudo xolasa hozir mana 7500 dollarlik liniyalarimizni tayyorlayapmiz egalariga. U bochkada kiradigan 2 tonnalik suv bochkasi kiryapti hozirga. Tepada shablon bochkasi 110 litrlik. Ularimizniki 1500 dollarlik apparatlarimiz suv bochkalari. Kranchilarni yaxshi sifatli qo'yib beramiz. Qoliplarimizni hozir liniyaga moslayapmiz. Xudo xolasa relsda yuradigan qilib tayyorlarga rollargacha chiroyli qilib qo'yib beryapmiz akalarimizga. Tortib aqavga suradigan qilib avtomat reskalarga tayyorlaymiz buni. Xudo xolasa ekranda raqamlar qoldiramiz. Pena bilan Yazavul uskunasi kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Xudo xolasa hozir bu yerda 10 talik qolipimiz liniyasi tayyorlanyapti. 10 ta qolip, 10 ta paddon bilan xudo xolasa egalarga topshiramiz. Yo'q, bortga yetadigan qismlariga 5 kuch profil 1.7 tani qalinligidan qo'yib beryapmiz. Yaxshidan taginiki 6 ga 4 profildan foydalanyapmiz. Eng tayyorli qismiga relsli qoliplarimizga 8 ga 4 bo'ladi profillar. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi qilganimiz bor. Xudo xolasa olib borib 100% kuchlari hamyoni o'rgatib beramiz. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni ishonaman.